Hurmatli mijozlar va aka-ukalar, srochniy narxlarda sotiladigan xonadon chiqib qolsa, arzon narxda bosib yuborardim deganlarga zo'r variant ko'rsatamiz. 115 ming dollarga mana bu hashamatli xonadonni naqd pulga yoki bank orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Xonadonning chiroyliligini qarang, oilangiz bilan mazza qilib yashaydigan sharoitli qilingan. Bu xonadon egalari o'zlari uchun qurishgan, pul zaril bo'lib qolganidan yashashga ham ulgurmasdan sotuvga qo'yib yuborishdi. Bino pishgan ko'tarilgan. Tupli polda radiator desiydi. Binoning qurilishi 100% sifatli qurilgan. Binoning birinchi qavatida katta zal, oshxonani ko'ramiz. Remontlari ham etib turibdi. Bu xonadon egalari o'zlari uchun qurilganligi. Sotiladigan xonadonlarga munchalik imijlar berilmaydi. Birinchi qavatda 3 ta xona plus sanuzel xonani ko'ramiz. Hamma sharoitlari qilingan. Ikkinchi qavatimizda asosan yotoq